Assalomu alaykum. Dono xalqimiz sog'lik tuman boylik deb bejizga aytmagan. Shu bois ham har bir inson o'z hayoti va sog'lig'ini asrab-avaylab, uning qadriga yetishi lozim. Ushbu eslatma bilan Sog' bo'ling dasturini boshlaymiz. Tibbiyot sohasida faoliyat yurituvchi klinika va mutaxassislar uchun ajoyib imkoniyat. Endilikda siz klinikangizdagi yo'nalishlar, malakali shifokorlar, zamonaviy tibbiy jihozlar orqali qilinayotgan amaliyotlar haqida barchani xabardor qilishingiz mumkin. Bu borada Toshkent telekanali Sog' bo'ling telejurnali yaqindan yordam beradi. Hamyonbop narxlarda reklama vaqtlarini band qiling va o'z biznesingizni rivojlantiring. Aksiya va turli bonuslarni qo'ldan boy bermang. Bugun dasturimizda Bolalar milliy tibbiyot markazi poliklinikasi faoliyati bilan tanishamiz. Retinopatiya haqida nimalarni bilamiz? Autizm ruhiyatning buzilishimi yoki kasallik? Demak, bizdan uzoqlashmang. Dasturimiz davomida sizni qiziqtirgan savollarga birgalikda javob izlaymiz. Bugun mamlakatimizda bolalar sog'lig'iga bo'lgan e'tiborni amalga oshirilayotgan islohotlar misolida ham ko'rishimiz mumkin. Markaziy Osiyoda yetakchi tibbiy muassasalardan biri bo'lgan Bolalar milliy tibbiyot markazi maslahat va diagnostika poliklinikasi bunga yaqqol misoldir. Aynidan mana shu poliklinikaning mudirasi Shodiya opa Abdulxo'jayevani suhbatga tortamiz. Shodiya opa, charchamayapsizmi? Kayfiyatlaringiz yaxshimi? Rahmat. Aytingchi, ushbu poliklinika qachon o'z faoliyatini boshlagan? Bizani Bolalar milliy tibbiyot markazida prezidentimiz tashabbuslari bilan 2020-yilda o'z faoliyatini boshlab, mana shu paytgacha 44 ta shifokorimiz faoliyat yurg'izadilar. Bizani hamma shifokorlarimiz chet elda malakasini oshirib kelgan. 40 dan ortiq xonalarimiz bor. Bizga butun O'zbekistondan hamma hududlardan bemorlar, bolachalar, ota-onalar murojaat qilishadi. Hammalarini kelganlarda ona bola xonasida kerak bo'lsa ovqatlantirishga, ularni kiyimini almashtirishiga, kutib turishiga hamma moslamalarni tayyorlab qo'yganmiz. Xorijlik hamkorlarimiz bular asosan Koreyadan professorlar, katta universitetlarning professorlari bilan, ular o'zi bizni vrachlarimiz Koreyada o'qigani uchun shular bilan maslahatlashadi, ustozlari bor. Shodiya opa, aynan o'sha bilamiz, bolalar poliklinikasi bu. Demak, o'sha chaqaloqlik davridan 18 yoshgacha 18 yoshgacha davri qabul qilamiz. Agarda ushbu bolalar o'sha og'ir holatda kelsa va ularga jarrohlik amaliyoti zarur bo'lsa, qanday tartibda bu amalga oshiriladi? Bu bizning vrachlarimizning maslahatiga ko'ra, agar og'irda kelgan bo'lsa, ularga order uslubida qabul qilinadi. Juda ham yaxshi. Umuman olganda qabul bo'limidagi sharoitlar haqida gapirib bersangiz, misol uchun dastlab mana bemor keldi, birinchi qayerga murojaat qiladi? Qabul bo'limiga murojaat qiladi. Qabul qilib, bizda ro'yxatxonamiz bor. O'zimizning ro'yxatxonadan bularni o'sha hujjatlari bilan qabul qilinadi. Keyin rasmiy. Shundan keyin bizni hamshiralarimiz bularni kutib oladi. Kutish xonalari bor, shular yo'naltirishadi. Hamma vrachniga yo'naltiruvchi o'zining hamshiralari bor. Shodiya opa, bir kunda nechta bemorga xizmat ko'rsatiladi? Hozir bizga juda katta so'rovi bor. Butun O'zbekiston bo'yicha kuniga 300 tadan qabul qilamiz, lekin 600 tadan qabul qilgan kunlarimiz ham bor. Bugungi kunda aynan o'sha chaqaloqlarda yoki bo'lmasam o'sha o'smirlik davrigacha 18 yoshgacha ko'proq qaysi kasalliklar bilan murojaat qilishyapti? Qaysi kasalliklar ko'paygan? Bizda endi ko'proq hozir kelayotgan bemorlarimiz nevrolog shifokorlarimizga juda talab katta. Bizda O'zbekistonda
adashmasam ham bo'ladi, birinchi o'rinda turadigan nevrologlar juda kuchli. Bularga keladi. Keyin genetik shifokorlarimiz juda kuchli. Hafta davomida bemorlarni qabul qilasizmi? Kun tartibingiz qanday? Ertalab 8:30dan 3gacha ishlaymiz. Har kuni. Har kuni. Haftada 7 kun bo'lsa, shanba, yakshanbadan tashqari har kuni ishlaymiz. Demak, dushanbadan shanbaga Dushanbadan qadar shanbagacha ishlaymiz. Bemalol kelib, ko'rinishsa bo'ladi. Hammaga yordam berishga biz tayyormiz. Albatta, albatta. Biz ham o'sha ta'sirga olish jarayonida mutaxassislar bilan bevosita suhbatlashdik. Ulardan kasalliklar haqida ko'proq ma'lumotlar olishga harakat qildik va bemorlar ham bu jarayonda ulardan minnatdor ekanliklariga ko'zimiz tushdi, eshitdik ham. Endi bizni o'zbek bolalarimizni avvalambor sog'lom bo'lishi bizani qiziqtiradi. Sog'lom avlod vakillari ko'paysin. Shu bizning ishimiz. Mana shu jarayonda baribirga ham o'sha poliklinika faoliyatini, tibbiy xizmat ko'rsatish jarayonini yaxshilab beradigan tibbiy jihozlar birinchi o'rinda bo'lishi kerak. To'g'ri. Barcha tibbiy jihozlar bilan jihozlanganmi? Barchasi bilan jihozlangan. Bular hammasi oxirgi talabga javob beradigan jihozlarimiz, moddiy jihozlarimiz, tibbiy jihozlarimiz. Yosh ota-onalarga, farzandlari bemor bo'lgan ota-onalarga qandaydir tavsiyalaringiz, maslahatlaringiz, ular ko'proq nimalarga e'tibor berishlari kerak? Aytar so'zlaringiz bormi? Birinchi navbatda hozir kuzatilayotganda ayol kishi homiladorligida 9 oylik bolani qo'liga olgungacha birinchidan ehtiyot qilish otasi, bolani otasiga ko'p narsa bog'liq. Bola atrof muhiti, oila a'zolariga, bu ayolga juda har taraflama chiroyli qilib o'sha nimasini qilib berish kerak. Sharoitini yaratib berish kerak. Albatta, sog'lom muhitda homilador ayol o'ziga qaragan holatda bo'lishi kerak, tinch holatda bo'lishi kerak. Qo'liga farzandini olsa, albatta bola sog'lom tug'ilishi, birinchi navbatda sog'lom bolani tug'ilishi. Albatta, xuddi shunday sog'lom. Buyog'iga biz yordam beramiz. Sog'lom bola kelajak avlod degani, azizlar. Kelajak avlod, to'g'ri. Demak, mana shu fursatlarda suhbatimizni yakunlaymiz. Poliklinika faoliyatiga omadlar yor bo'lsin deb qolamiz. Rahmat. Rahmat. Azizlar, biz hozir chala tug'ilgan chaqaloqlar retinopatiyasi haqida suhbatlashamiz. 2008-yilgacha ushbu kasallikka tashxis qo'yish biroz qiyin bo'lgan, chunki aynan tashxislash jihozlari kamroq bo'lgan, yetarli bo'lmagan. Aynan mana shu kasallik haqida ko'proq ma'lumotlarga ega bo'lish maqsadida bolalar oftalmologi Farruh aka Qoriyev bilan suhbatlashamiz. Farruh aka, charchamayapsizmi? Ishlaringiz yaxshimi? Rahmat. Keling, aynan mana shu kasallikni bir boshdan gapirib bersangiz, nima uchun o'sha aynan chala tug'ilgan chaqaloqlarda kuzatiladi? Sog'lom chaqaloqlarda ham bo'lib qolish ehtimoli bormi bu kasallik? O'zi bu kasallik qanday paydo bo'ladi? Chala tug'ilgan bolalar retinopatiyasi aynan chala tug'ilgan bolalardagina uchraydi. Faqat mana shunday holatdagina uchraydi. Ha, chunki bu kasallikning sababi bola muddatidan yetmagan tug'ilgan bo'lgan bolalarda to'r pardaning shakllanmaganligi, ya'ni bola muddatiga yetib 38-40 haftalikka yetib tug'ilganda ko'z tubidagi to'r pardaning tomirlari batamom shakllangan bo'ladi. Lekin bola chala tug'ilgan, ayniqsa 28-34 hafta oralig'ida tug'ilgan chala tug'ilgan bolalarda ko'zning to'r pardasidagi tomirlar shakllanmagan va oxirigacha o'sib rivojlanmaganligi natijasida ko'z ichida to'r pardaning ma'lum bir qismida tomirsiz zona shakllanadi. Mana shu zonadan keyinchalik kasallik boshlanadi. To'r pardani tomirlari noto'g'ri o'sib ketishi va uning natijasida to'r pardaning traksion ko'chishi deb ataladi, g'ijimlanib va chandiqlanib, g'o'harning orqasida chandiqlar paydo bo'lishi bilan ko'rlikka olib keladi. 1,5 kilogramdan kam tug'ilgan 34-28 hafta muddatda tug'ilgan bolalarda uchraydi. Yana bolalarni shu parvarishlash uchun kislorod beriladi. Kislorodli muhitda bu kasallik yana rivojlanadi. Bundan tashqari yana bolaning boshqa bir kasalliklari, qon kamligi yoki qon quyish holatlari, egizak bo'lishi va boshqa kasalliklari ham bu kasallikning yanada chuqurlashishiga olib keladi.
Muddatidan oldin tug'ilgan chaqaloqlarning barchasi yetilish haftalari 30-haftalarga kelganda ko'z tubi albatta tekshirilishi kerak. Buning uchun hududlarni ko'z tubini tekshiradigan jihozlar bilan ta'minlashni tezlashtirish zarur. Chunki hammaning ham bolasini poytaxtga doimiy olib kelishga imkoni yetmasligi mumkin. Ota-onalar ham muddatidan oldin tug'ilgan farzandini ulg'aytirishda, ayniqsa tug'ruqdan keyingi ilk davrlarda bir emas, bir necha mutaxassis, pediatr, neonatolog, oftalmologdan maslahat olib turishsa foydadan xoli bo'lmaydi. Farruh aka, ushbu kasallikning darajalari ham bormi? Chala tug'ilgan bolalar retinopatiyasining 5 ta darajasi bor. Birinchi darajasi bu tomirlangan va tomirlanmagan to'r pardani orasida chiziq, chegara paydo bo'lib qolishi bilan ta'riflanadi. Ikkinchi darajada shu zona o'rtasida val paydo bo'ladi, ya'ni bo'rtma paydo bo'ladi. Kasallikning 3-darajasida shu valga yetmasdan tomirlar ko'payib, neovaskularizatsiya deb ataladi, chandiqlashish boshlanadi, ya'ni ekstra vazal proliferatsiya deb ataladi. 4-darajasida kasallikni to'r parda qisman ko'chadi. 4A, 4B darajasiga bo'linadi. 4B darajasida ko'chish yana ko'payadi. 5-darajasi esa kasallikni, ya'ni to'r pardaning butunlay ko'chib ketishi va ko'rlikka olib kelish bilan ta'riflanadi. Bundan tashqari yana kasallikning orqa shiddatli, orqa agressiv turi bo'lib, bu kasallikning eng yomon turi hisoblanadi va bu darajalarsiz to'r pardaning orqa zonasida, birinchi zonasida deymiz, shu zonani o'zidan jadal shakllanib, juda tezlikda to'r pardani ko'chishiga olib keladi. Muddatidan oldin tug'ilgan chaqaloqlarning barchasida ham mana shu kasallik kuzatilishi mumkinmi? Kasallik asosan muddatiga yetmay tug'ilgan bolalarning 28-34 hafta oralig'ida tug'ilgan bolalarda va kilogramm vazni 1500 grammdan kam tug'ilgan bolalarda uchraydi, lekin ba'zi holatlarda uchrab turadi. Gestatsion muddati 34 haftadan katta, vazni 2 kilogrammgacha bo'lgan bolalarda ham ba'zida uchrab turadi. Xo'p, buni erta tashxislash qanday tartibda amalga oshiriladi? Erta tashxislash mumkinmi? Kasallikni erta tashxislash uchun chala tug'ilgan bolalarni gestatsion muddatiga qarab 3 hafta, 4 haftaligida bolalarni ko'zini tubini skrin qilib ko'rish kerak bo'ladi. Buning uchun bola hali tug'ruqxonadayoq paytida ko'rish kerak. Birinchi ko'rikni bolani ko'ziga maxsus qorachiqni kengaytiruvchi dori tomizilib, ko'z tubi binokulyar oftalmoskop yordamida malakali mutaxassis oftalmolog tomonidan ko'rilishi kerak. Yoki hozirgi kunda dunyo oftalmologiyasida juda keng yo'lga qo'yilgan retinal kameralar yordamida ko'z tubini suratga olib diagnostika qilish mumkin. Farruh aka, retinopatiyada jarrohlik amaliyotiga ko'rsatma qanday hollarda beriladi? Chala tug'ilgan bolalar retinopatiyasining hamma turida ham jarrohlik qilinmaydi. Yaxshiyamki hamma chala tug'ilgan bolalarda retinopatiya juda tez shakllanmaydi, juda tez jadal rivojlanmaydi. Bu ya'ni kechiktirilgan, o'z vaqtida tashxis qo'yilmagan holatlarda jarrohlik amaliyotiga qilishga to'g'ri keladi. Lekin kasallikni erta davrida, ya'ni 3 hafta, 4 haftaligida birinchi ko'rikni amalga oshirib, o'z vaqtida qilingan davo kasallikni erta aniqlab, ko'rish o'tkirligini saqlab qolishga sababchi bo'ladi. Jarrohlik amaliyotidan so'ng parvarishlash jarayoni haqida ham gapirib bersangiz. Birinchi erta davrlarida lazer jarrohligi yoki o'sha shiddatli turlarda anti-VEGF terapiya deymiz, ko'z ichiga maxsus preparatlarni inyeksiya qilib yuboriladi, lekin kasallikni shu davridagi davo jarrohlik amaliyoti bilan tenglashtiriladi. Juda o'ta nozik bo'lgani uchun shu ikki xil usul ko'rish o'tkirligini saqlab qolishga olib keladi, ya'ni lazerli jarrohligi va ko'z ichiga anti-VEGF preparatni yuborish.
Bu davrda ota-onalar o'z vaqtida shifokor ko'rigiga kelib turib ko'rsatib va o'z vaqtida ko'z tomchilarini tomizib turish tavsiya etiladi. Jarrohlik amaliyoti esa, ya'ni 4-5 darajalarda amalga oshiriladi. Afsuski, bu jarrohlik ko'rishni saqlab qolish va keyingi asoratlar rivojlanmasligi uchun qilinadi. Bu operatsiyadan keyin ham ota-onalardan qat'iy e'tibor talab qilinadi, ya'ni bola ba'zi bir holatlarda kuchansa, juda ko'p yig'lasa, ko'zini ishqalasa, asoratlar rivojlanishi mumkin. Infeksiya tushishi mumkin, ko'ziga qon quyilishi mumkin yoki ko'chish kuchayib ketishi mumkin. Shu holatlarda ota-onadan qat'iy e'tibor sal kuchaytirish talab qilinadi va bu davrda ham o'z vaqtida dorilarni tomizib, kerakli paytda ko'rikka kelib turish tavsiya qilinadi. Mana hozir aytyapsiz, o'sha jarrohlik amaliyoti o'tkaziladi. Bola katta bo'lganda asoratlari qolmaydimi? Albatta, har bitta jarrohlikni o'ziga yarasha asoratlari va oqibatlari bor. Agar to'rpardadagi chandiqlanish jarayoni ko'z gavhariga ham yetib kelgan bo'lsa, afsuski bunday holatlarda ko'z gavharini ham ko'zdan olib tashlashga to'g'ri keladi. Bunday holatlarda to'rpardani ko'chishi bartaraf etilsa, bolalarga keyinchalik ko'zoynak taqish tavsiya qilinadi. Katta bo'lgunicha ma'lum bir dioptriyli ko'zoynak taqib yuradi va ko'rish o'tkirligi shu bilan yaxshilanadi. Keling. Tez kunda yangilikning qaynog'i bo'ladi. Hozircha esa reklama. Teraflex Ultra tarkibida gingerol bor. U og'riqni yo'qotishga yordam beradi. Bo'g'imlarni tiklash uchun esa xondroprotektorlar va noyob kollagen saqlaydi. Teraflex Ultra. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Notebook olmoqchiman. Ipoteka bankdan mikroqarz olish shunchalik osonmi? Ha, har qanday maqsad uchun shunchaki ilovani yuklang, tugmani bosing va 100 million so'mgacha oling. Ish staji 6 oydan oshgan davlat xizmatchilariga ajratiladi. Oson? Oson. Har qanday maqsadlar uchun mikroqarz 2 daqiqada 5 yil muddatgacha. Yukla, bos, ol. Ishoning, juda ham qaynoq bo'ladi. Ota-onalarga tavsiyam shu chala tug'ilgan bolalarni agar tug'ruqxonada ko'rib, kasallikni davri, ya'ni 1-2 darajalari aniqlanmagan bo'lsa ham, kasallikka moyillik bo'lsa va shifokor tavsiyasiga ko'ra uyga chiqib ketgandan keyin ham oftalmolog ko'rigida bo'lib turish tavsiya qilingan bo'lsa, o'z vaqtida 2 haftada bir marta shifokor qabuliga kelib ko'rsatib turish tavsiya beriladi. Rahmat, Farruh aka, bizga kerakli ma'lumotlarni berganingiz uchun ishlaringizda omad tilaymiz. Rahmat, salomat bo'ling. Autizm. Bu sirli kasallik hozirda ham olimlar tomonidan o'rganilmoqda. Autizmli bola atrofga o'zgacha bir nazar bilan qaraydi. Ma'lumotlarga ko'ra, hozirda dunyodagi 88 ta bolaning birida autizm kasalligi kuzatilishi mumkin. Aynan autizm kasalligi haqida ko'proq ma'lumotlarga ega bo'lish maqsadida biz bolalar nevrologi Nozila Majidova bilan suhbatni boshlaymiz. Kayfiyatlaringiz yaxshimi? Assalomu alaykum, yaxshi, rahmat. Aynan o'sha autizm kasalligi haqida dastlab boshlasak suhbatimizni, buning belgilari nimalarda bilinadi? Qanday bolalar ushbu kasallikka chalinadi? Autizm kasalligi bolalarda ko'p uchrab kelmoqda. Bu bolalarda bunday bolalarda kommunikatsiya buzilgan bo'ladi, ya'ni tengdoshlari bilan o'ynashni xohlamaydi, ovqatni tanlab yeydi, psixik va nutqiy rivojlanishda ortda qoladi, uyqu buzilishi mumkin, stereotip, ya'ni takrorlanuvchi harakatlar bo'lishi mumkin va shunday holatlar bilan kechadi. Autizm kasalligiga chalingan bolani qanday bilib olishimiz mumkin? Misol uchun, o'sha kundalik tarzida ota-onalar farzandida mana shu kasallik rivojlanayotganini bila oladimi?
bilsa bo'ladi. Masalan, 1 yoshli bola oddiy so'zlarni aytishi kerak, lekin autizmda ko'p hollarda nutqiy rivojlanish kechikkani hisobiga bola gapirmaydi, ko'zga qaramaydi. 1 yoshli bola ko'zga qarashi kerak, lekin bolani ko'ziga bundoq qarasangiz, u ko'zini olib qochadi. Giperaktivlik kuzatiladi va uyqu buzilishi ko'p kuzatiladi. Bu kasallik o'sha homilador davomida rivojlanadimi bola? Onani qornida rivojlanadimi yoki bo'lmasam qaysidir paytda rivojlanadimi? Autizm bu genetik kasallik hisoblanadi. Shu boisdan bu tug'ma kasallik va genlar bilan bog'liq bo'lgan holat. Olimlarning fikricha, autizm kasalligini kelib chiqish sabablaridan biri bu homilani ona qornidalik davrida ma'lum bir turdagi oqsillarning yetishmovchiligi. Ikkinchi sababi organizmda 2 xil og'ir metallning qo'rg'oshin va simobning ko'payib ketishi. Uchinchi sabab atrof muhitni ekologik buzilishi va homiladorlik paytida kuchli stress holatlarini kechirish. Autizm kasalligining ham turlari mavjudmi? Ha, autizm yuqori funksiyali autizm kasalligi bor va past funksiyali autizm kasalligi bor. Yuqori funksiyali autizmda bolalar gapiradi, maktabga boradi, lekin tez-tez takrorlanadigan harakatlari bo'ladi va bolalarga kirishi qiyinroq bo'ladi. Lekin xotirasi yaxshi bo'ladi va o'qishi, yozishi bemalol bajara olishadi. Past funksiyali autizm bu bolalarda ko'p uchraydi va ularda gapirish, ya'ni o'zini fikrini ifoda qilish buzilgan bo'ladi va o'zini ehtiyojlarini qondira olmaydi. Ko'pchilik autist bolalar holati adabiyotlarda keltirilgan autizm belgilariga mos kelmasligi mumkin. Ba'zi hollarda autist bolalar insonlar bilan muloqotga ham kirishishlari mumkin. Bu esa tashxis qo'yishda qiyinchiliklar tug'diradi. Autizm kasalligi yuqorida ham ta'kidlab o'tdik. Aynan o'sha ona homiladorlik paytida ushbu kasallikka bola chalinishi mumkin. Lekin keyinchalik, misol uchun 5-6 yoshdagi bola yoki undan yoshi katta bolalar ham o'z-o'zidan bu kasallikka duchor bo'lib qolishi mumkinmi? Bunaqa yoshda 5-6 yoshda o'z-o'zidan bunday kasallikka duchor bo'lmaydi, lekin ko'p hollarda autizm kasalligi kech aniqlanadi. Ya'ni bola hech narsa qilmaydi, 5 yoshdan keyin gapirib ketadi degan fikrlar bilan ota-onalar vaqtida murojaat qilishmaydi. Shuni hisobiga 5-6 yoshida bunaqa bu diagnoz qo'yiladi. Tushunarli. Xo'p, diagnoz tashxis, ya'ni qo'yildi, davolash muolajasi qancha vaqtni talab etadi? Bu holat individual judayam, chunki har bir bolani davolash jarayoni har xil. Bunday bolalarga nafaqat dori vositalari, balki logopedik mashg'ulotlar, EB terapiya deymiz, shunday mashg'ulotlar kerak bo'ladi. Bir xil bolalarda bu jarayon yaxshi ketadi va bolalar tezroq korreksiyaga moyilroq bo'lishadi. Bir xil bolalarda sekinroq ketadi. Autizmga chalingan bemor bolalarni qanday bo'lsa, shunday qabul qilish kerak. Kattalar buni o'z vaqtida aniqlab, ularni qo'llab-quvvatlashlari zarur. Bu xastalikning irsiyat bilan bog'liqligi hali to'liq o'rganilmagan. Nozilaxon, mana yuqorida aytdingiz, logoped ham jalb qilinadi mana shu jarayonda va yana qaysi mutaxassislar jalb qilinadi davolanish jarayonida? Psixiatr mutaxassisi ko'p hollarda jalb qilinadi, chunki ularda xulq-atvori buzilishi ko'p kuzatiladi. Shuni hisobiga bu mutaxassis juda ham kerak bizga va qo'shimcha tekshiruvlar, masalan, MRT, bosh miya MRTsi, bosh miya EEGsi kerak bo'ladi. Miyadagi organik o'zgarishlar, funksional o'zgarishlarni shu metodlar orqali bilsak bo'ladi. Demak, aniq tashxis necha yoshdan qo'yiladi? Bu ham individual, bir xil hollarda 1 yoshda ham qo'ysa bo'ladi bu diagnozni, bir xil hollarda 2-3 yoshda ham qo'ysa bo'ladi. Lekin 1 yosh bu yaxshi yosh qo'yish uchun. Ota-onalarga qanday tavsiyalar berasiz? Mana shu kasallikka nimalarga e'tibor berish kerak yoki bo'lmasam o'sha autizm kasalligiga duchor bo'lgan bolalar davolanish jarayonida ularni kun tartibi nimalardan iborat bo'lishi kerak? Balki ovqatlanish ratsionida asosiy ularni ovqatlanadigan taomlari bordir. Hozirgi vaqtda ko'p bolalar telefon ko'p o'ynashadi, televizor ko'p ko'rishadi va bu psixik va nutqiy rivojlanishdan ortda qolishga olib kelmoqda va autizm korreksiyasini juda ham sekinlashtiradi.
shuni hisobiga bolalar bilan ko'proq muloqot qilish kerak, ko'proq ko'chada aylanish kerak va jamiyatga olib kirish kerak, ko'proq bolalar bor joyga olib muomala borish madaniyatini kerak. o'rgatish kerak Ha, demoqchisiz. ha, va eng muhimi ko'proq gaplashish kerak va ko'proq birga vaqt o'tkazish kerak. Rahmat ma'lumotlar uchun. Ishlaringizda omad, sog' bo'ling. Rahmat. Tibbiyot sohasida faoliyat yurituvchi klinika va mutaxassislar uchun ajoyib imkoniyat. Endilikda siz klinikangizda yo'nalishlar, malakali shifokorlar, zamonaviy tibbiy jihozlar orqali qilinayotgan amaliyotlar haqida barchani xabardor qilishingiz mumkin. Bu borada Toshkent telekanali Sog' bo'ling telejurnali yaqindan yordam beradi. Hamyonbop narxlarda reklama vaqtlarini band qiling va o'z biznesingizni rivojlantiring. Aksiya va turli bonuslarni qo'ldan boy bermang. Mana aziz tomoshabinlar, bizga ajratilgan vaqt ham oxirlab bormoqda. O'ylaymizki, yuqorida ko'rsatuvimiz davomida ta'kidlab o'tilgan kasalliklar va ularni oldini olish borasidagi ma'lumotlar sizlarga asqotadi. Yana sog' bo'ling ko'rsatuvi orqali ko'rishguncha salomat bo'ling.